Oxirgi darsimizni eksport Ctrl P ni bosamiz. Printer oynasida Microsoft Print to PDF PDFligicha qolsin. Fayl объединить выделенные файлы в один лист, ya'ni bitta faylga hamma PDFlarni jamlaymiz. Печатать oynasida выбранные виды lisты выбрать kiramiz. Отменить выбор всех. 2 vid va 3 vidlarni o'chiramiz spiskadan va скрыть неотмеченные видidan птичкani olamiz. Shunda listlarimiz chiqadi. Выбрать все. Agar sizlarda tartibi noto'g'ri turib qolgan bo'lsa, e'tibor berasizlar. Изменить порядок pechatidan kirib, nomer listiga o'tkazib qo'ysanglar to'g'rilanib oladi yoki bu yerda ikkita parametrni tekshirib ko'rishingiz mumkin, ishlatib ko'rishingiz mumkin. Выбрать bosamiz. Parametrda установить kiramiz. Скрыть границы обрезкida птичка bo'lmasligi kerak, chunki yoqib qo'ysak o'sha razверткаlarning chetidagi chegarani berkitib qo'yadi. Качество высокое. Масштабирование, масштаб 100%, размещение видов по центру, размер бумаги A3, ориентация альбомная. Способ удаления невидимых линий vektorni yoki rasterga ikkovidan bittasini tanlasanglar bo'ladi. Vektor bilasizlar, bu sifat tushmaydigan rasm, rastrovый bu sifati tushishi mumkin bo'lgan rasm. Качество растровых высокое turadi, цвета, цвет. Okey. В принципе, ko'p nimalarga по умолчанию qoladi. Faqat shu varroq formati, masshtab va skrit granit обрезки asosiy e'tibor berilgan joy. Ana endi okey bossak bo'ladi. Nomini qo'yamiz, chizmachi, albom чертежей, сохранить. Kompyuterlarning kuchiga qarab, endi bu 45 ta varroqni hammasini PDF ga o'girish ma'lum bir vaqt olishi mumkin. Endi kirib uni ko'rsak bo'ladi.